Поддержка ko'rasizlar, avtomaktabda reklamasini olganman, pravasi yo'qlarga tarqatib qo'ysanglar bo'ladi. Hozir shu joyda obzoriga ketyapman. Kirishlaringizda Face ID bor o'quvchilar uchun. Bu avtomaktabda bir xillar bor, rashk qiladi, xotinini yoki qizini qo'ya olmasligi mumkin, lekin sharoit yaratilgan. Xotin qizlar uchun alohida ayol kishi instruktorlik qiladi, erkak o'g'il bolalar uchun erkak kishi. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan kurslarga yozilib o'qisanglar bo'ladi. Bu vojleniya qiladigan avtodron. Imtihon xuddi mana shunaqa joyda bo'lib o'tadi. Manzil bu tomon payshanbadan kelish, Kattaqo'rg'onga qarab. Bu tomonda Agrobank yoni. Bu Kattaqo'rg'ondan payshanbaga qarab kelish tomon.